Salatlar bormi ichimizda? Pakchoy, avalida, radicho, iceberg, shunaqa salat yetishtiradiganlar bormi? Gollandiyada mana bir dunyo mana salatlar. Hamma yoq salat. Har xilidan bor. Enzazadan kompaniyasiniki. Mana shu eksperimentalni ekib qo'ygan hamma yog'ida. Bilasizlar, Yevropada salatni rosa yaxshi ko'rishadi. Juda ham ko'p salat yeyiladi. Juda ham ko'p. Turkiya ham shunaqa. Rosa salatga ishqiboz bo'lib ketgan. Har xillari bor mana, har xillari. Eksperimental deb qo'yibdi. Mana. Enzazadaniki. Enzazadan kompaniyasini bilasizlar. Dunyoda mashhur gigant kompaniyalardan bittasi, urug'chilik ishlab chiqarish bo'yicha qiladigan ishi faqat urug' seleksiya bo'yicha shug'ullanadi. Boshqa narsa bilan shug'ullanmaydi. Eng ko'p turidagi bu salat. Asosan sabzavot va poliz ekinlari. Jo'xori, mo'xori, unaqa dukakli, paxta g'alla urug'lari bilan shug'ullanmaydi. No, o'zining yo'nalishi bo'yicha sabzavot, poliz ekinlari bo'yicha gigant professional kompaniyalardan bittasi desak ham bo'ladi. O'sha Amsterdamdan 60-70 kilometr nariroqdagi shaharchada hozir ot esimdan chiqib qoldi. Münhausen deb shahar. O'sha joyda mana salatlari. Shularni ham bir o'rganib ketyapmiz inshaalloh. Shamol kuchli bo'lyapti, ovozim tushyaptimi yo'q bilmayman. Shamol rosa shamol. Zadini bayrog'i hilpirab turibdi. Inshaalloh bekordan bekorga kelib ketavermasdan filmlarni olib o'zimizda ham tadbiq qilamiz. Shu paytgacha minglagan odamlar kelib ketgan, faqat ko'rib ketaverganning o'zi bilan ish bitmaydi. Mana shularni o'zimizda ham qilishimiz kerak. Inshaalloh qilamiz ham. Assalomu alaykum.